Bashirayam qursin. Shundoq qaynimga tegib oldi-ya. Iloyim tug'olmagan. Tug'mas balo. Voy, qayerga ketyapsiz? Dinospa bilasiz, qachondan beri farzandga harakat qilyapmiz. Xo'jayinim uyda siqilib ketding. Ishlik qolib, ishlashimga ruxsat berdi. Ishga ketyapman. O'zi doktorga boryapsizlarmi? Boryapmiz. Endi bu yoq xudodan Dinospa. Qaynima farzandli bo'lgisi keladi. Undan ko'ra ketizda davolatib, tug'ing, ko'chaga yugurmasdan. Baxtinur, sizga bolam ishton-ishtonadan beraymi? Zora farzandli bo'lib qolsalar. Ha, manikini qo'yavering, xudo xohlasa bo'lib qolar. Vaqtida meni singlimga uylanganingizda qo'sha farzandli tug'ib berardi. Mana 3 ta farzandli bo'lib o'tiribdi hozir. Dilnoza, Dilnoza, bu umr savdosi, sigir savdosi emas. Ana muncha singlingizni tiqishtirdingiz, singlingiz 3 ta bolali bo'ldi. Ha, aytgancha, sizga yengil u. Ha deb o'zingizni qiynab, unaqa tuproq sepib, unaqa yurmang. O'zingiz homilador ekan. Ko'yingiz xotirjam bo'lsin. Farzandni Alloh o'zi beradi. Siz unaqa kinnachi opalarning oldiga yugurib, yurishni bas qiling endi. Agar jim yurmasangiz, dumingizni tugibchi. Bilasiz o'zingiz nima qilishimni. Shu yerda gap, shu yerda qolsin. Tushundingizmi?